Ruxsat, boravering. Rahmat, o'rtoq podpolkovnik. Xuddi shunday, o'rtoq podpolkovnik. Shunchasi hammadan shunisi alam qiladi-da. bekor o'tgan O'zing o'ylagin 1 yil. Gapir nima? Qabul qilishdi. Voy, tabriklayman do'stim. Xo'sh, necha ball? 90. 90? Ha? Ja, yuqori mas'ul, lekin oshpazlikka bo'ladi deyishdi. Mendan oxirgacha ko'chirganmiding yo? Yozganlaringni aynan ko'chirganman. Voy. Ha? Tushunmadim. Ishlar pachavaga o'xshaydi. Birovning ustidan sen kulma zinhor, sening ustingdan ham kulguvchilar bor degan ekan G'ani Azamov. Oltin devor Qo'ysangchi, haziling yuragimga sig'maydi hozir. Ha, anavi terapevt bor edi-ku, ko'zoynakli-chi. Shunaqangi injiq ekanki, arzimagan 200 grammga tixirli qilib turib oldi-da. Talasha krossda tez yugurganim uchun o'tkazib yorishdi. Yo'q-e? Tarozda nimaga o'lchaydi? Nimaga o'lchardi? Yetmay qolgan baliga vaznini qo'shib yuborganda. Baraka top do'stim. O'rtoq kapitan, eshitaman. Keyingisini chaqiring. Xo'p bo'ladi. Zoir Ismatov. Ismatov Zoir, Men, ichkariga. o'rtoq podpolkovnik, oddiy askar Ismatov buyruqqa binoan keldi. Yaxshi. Qiziq. Nima gap, o'rtoq kapitan? Zoir Ismatov boshqa yigit emasmi? Aniq bilaman, bu yigit emas. Yo'q, men bo'laman Zoir Ismatov. Meni oldimga qon bosimni o'lchatgani boshqa yigit kirgan edi. Nahotki? Shu gap rostmi Ismatov? O'rtoq podpolkovnik. To'g'ri, o'sha kunlari qattiq siqilganimdan qon bosimim ozroq ko'tarilgandi. Shuning uchun o'rnimga bir do'stim kirib chiqqandi. Uni familiyasi nima edi? O'rtoq podpolkovnik, uni familiyasini ayta olmayman. Hali o'qishga kirmay turib, bizni aldayotgan bo'lsangiz, u yog'iga nima bo'ladi? Qani, ballarini ko'raylikchi. Hozir. Marhamat. Mana. Xo'sh. Oho. Zo'r-ku. Unikidan yuqori ball ham bormi? Yo'q, o'rtoq podpolkovnik. Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha ham, test sinovlari bo'yicha ham eng yuqori ball Ismatovniki. Ana. Qarang-a. Bularni o'zingiz topshirganmisiz yoki o'rningizga ismini aytgingiz kelmayotgan o'rtog'ingiz kirganmi? Yo'q, o'rtoq podpolkovnik, buni o'zim topshirganman. Ruxsat bersangiz, uni qon bosimini yana bir marta o'lchab ko'rsam. Ruxsat. Ismatov, ana bu stulni olib, meni yonimga o'tiring. Ha, oshpazlik ham bir san'at. Ishlar chatoq. O'ldik endi. Nima gap, tinchlikmi? Yo, Zoirni haydab chiqarishdimi? Bilmadim, lekin kapitan Yo'ldoshev uni qon bosimini tekshiryapti. Men uni o'rniga kirganimni bilib qoldi shekilli. Bir 120 ga 80. Ha, yaxshi. Yaxshi-ku. Nima bo'larkin? Endi o'qishga kirdim deganimda haydalamanmi? Nodira, siz bezovta bo'lmang. Agar biron gap bo'lsa, hammasini o'z bo'ynimga olaman. Nodira. Ko'p ham siqilmang. Bu o'yinni o'zim boshladimmi? O'zim tugataman. Sekiroq, Sekiroq ketingdan. U bir nimani boshlaydi. Alisher, Nima bo'ldi? shoshma. Nima bo'lgan bularga? O'rta serjant. Mumkin emas. Komissiyasi ularda biroz gapim bor, Mumkin emas.
ro'yxat bilan kirasiz. O'rtoq serjant, qurog'izgina gap Aytyapman, Tinchlikmi? to'xtang. Nima shovqin? O'rtoq serjant, To'xtang. hozir To'xtang. chiqaman, iltimos. Mumkin emas. Tushunmadim. Nimaga? Murojaat qilishga ruxsat eting, O'rtoq o'rtoq. O'rtoq serjant. o'rtoq serjant Ruxsat bering, iltimos, nima? bir daqiqaga o'rtoq serjant Nima bo'ldi o'rtoq serjant? Sizlarga nima bo'ldi? Intizomsizlik. To'xtanglar, mumkin emas. O'rtoq podpolkovnik, tartibbuzarlarni chiqarib yuborishga ruxsat bering. O'rtoq podpolkovnik, bu mimizgarchiliklarning hammasiga men aybdorman. Zoir Ismatovni bu narsalardan hatto xabari ham yo'q. Tushunarli. Buni o'rniga qon bosimingizni siz o'lchatganmidingiz? yo'q. Mana bu yigit. Lekin bu ham birga kirgan edi. Serjant Naimov, siz chiqib turing. Xo'p bo'ladi. O'rtoq podpolkovnik, murojaat etishga ruxsat eting. Sizni bu ishga nima aloqangiz bor? Agar o'sha paytda tibbiy daftarchani yashirmasdan to'g'risini ko'rsatganimda edi, bunday vaziyat ro'y bermagan bo'lardi. Ko'ngilchalik qilib qo'ydim. Hali siz ham bularga hamtovoqmisiz? Boyagina sizni maqtab turgandim. O'rtoq podpolkovnik, bu qizni haydash kerak. To'g'ri. Yo'q, ayb faqat menda. O'sha kuni Ismatovning qon bosimi baland bo'lgani uchun o'rniga tibbiy ko'rikka kirgan menman. Demak, bu yerda tibbiy komissiyani chalg'itishga urinish bo'lgan. Ana, mis chiqdi. To'g'ri aytasiz, o'rtoq podpolkovnik. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun bularni hammasini haydash kerak, toki milliy armiyamizda bunaqa firibgarlarga o'rin bo'lmasin. To'g'ri. Kechirasiz-ku. O'rtoq kapitan, sizning gaplaringizdan eski zamonning hidi kelyapti. Hozir davr boshqacha. Biz avval bo'lib o'tgan ishni oxirigacha surishtirib, keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Mana hammasi o'z bo'yniga olib turibdi-ku qilmishini. To'g'ri. Bular yolg'on gapirib, qabul komissiyasini chalg'itmoqchi bo'lganliklari uchun jazolash kerak. Albatta jazolash kerak. Lekin vatanimga xizmat qilaman. Hayotimni serjantlikka bag'ishlayman deb shu ishni qilgan bo'lsalarchi. Ammo baribir bu ishni tagiga yetishimiz kerak. Serjantlar tayyorlash maktabi maynavozchilik qiladigan joy emas. Kerak bo'lsa haydaymiz ham. Lekin masalani boshqa tomoniga e'tibor bersak, o'rtoq ofitserlar, bu askarlarni to'plagan ballari yuqori ekan. Yaxshi. Men bu haqda maktab boshlig'iga xabar beraman. U kishi nima qarorga kelsa, shu bo'ladi. Kelganinglar uchun rahmat. Iroya yaxshi kuninglarga qaytaray olsin. Bizniki ham bor ekan. Xayr, yaxshi bo'linglar. Mayli, yaxshi qolinglar. Mayli. Xafa bo'lmay ketinglar. Xayr. Xayr. Mamarayim boy uka. Qaysarlik ham ev bilan-da. Aka, choy. Mana sizni gapingiz kirib pand beray o'tiribmiz-da. Sizni yangam chaqiryaptilar. Bir qarab yuborar ekansiz. Xo'p. Uzr, kechirasizlar. Men hozir. Nima gap akana? Tinchlikmikin ish qilib? Binoda gaplashib o'tiruvdilar. Birdan mazalari bo'lmay qoldi. Boshlarini ko'taring. Qon bosimlari oshib hushlardan ketib qoldilar. Doktor chaqirdilaringmi? Doktor shu yerda insult deyapti. Sen mehmonlarga qara. Men ichkariga kirib xabar olay. Nima voy? Labbay. Bu ayollar biron bir narsasi kam ekan deb pishib turgan ishimizni rasvo qilmagan bo'lsa edi. Yo'q. Bu yerda boshqa bir gap borga o'xshaydi. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Ne'mat bobo, kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Menga qarang, Sobirjonim. Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Ha, shu haligi enamni sal mazalari qochib qoldi. Shunaqa deng. Unday bo'lsa siz boravering. Choy kerak emasmi? Yo'q, bexijolat boravering. Boravering. Yaxshi o'tiringlar. Chatoq bo'pti. Xudo shifo bersin. Mamarayim. Osh bo'lsa yedik. Hamma gap aytildi. Endi mayda-chuyda kamchiliklar bo'lsa, g'olib sher bilan o'zlaring kelishib olaverasizlar. Bizni bu yerda o'tirishimizdan foyda yo'q. Xudo xolasa tinchlik bo'lsa, bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Shunday. Qani, Obid bobo, yaxshilab bir duo qiling. Ilohi amin. Amin. 2 yosh qo'sha qarib, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Inshaalloh. Mana shu xonadonda doim yaxshi kunlar bo'lsin. Inshaalloh. Momomizga ham Allohning o'zi shifo bersin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim.
Rostlan! Erkin, Erkin! hech kim hech qayerga ketib qolmasin. Hali o'tmaganlarim kirib chiqsa, ular bilan birga ketasizlar. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Yaxshi. Eshitdinglarmi? Qo'ynahoy sizlarni nazarda tutib gapirdi. Demak, jismoniy tayyorgarlikdan ham, testdan ham to'plagan ballari juda yuqori bo'lgani uchun uchalasini ham mandat komissiyasidan desantchilar guruhiga qabul qilmoqchi ekansizlarda. Shundaymi? O'rta kapitan, eshitaman. Ularni harbiy qismlardan olib kelgan tavsifnomalari tuzukmi? Juda yaxshi tavsifnomalar, o'rtoq polkovnik. Xizmat davomida biron marta ham ta'zir olmagan ekan. Hali shunaqa tavsifnoma bilan tartib buzarlik qilib yurishibdi deng. Achinarli hol. Bu yer harbiy maktab. Tartib qoida askar uchun ham, polkovnik, general uchun ham bir xil. Qonunni buzdingmi? Javob berasan. Nima taklif kiritasizlar? O'rtoq polkovnik, menimcha ularning hammasini haydash kerak, toki boshqalarga o'rnak bo'lsin. Xo'sh. Siz nima deysiz, o'rtoq polkovnik? O'rtoq polkovnik. Menimcha ularni qoldirish kerak. Chunki ular bu ishni do'stini serjantlar maktabida o'qishda qolishi uchun qilishgan. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymaydi deyishadi. Bu ishni jazosiz qoldirib bo'lmaydi. Sizlarga achinib ketyapman. Yaxshi inson ekansizlar. Senga-ku urushgani chiqqanimizda hurmatim oshgandi. Ey, bu yoqqa kel. O'rgildim sendagi mehribondan. Kimsan o'zi? Sal qoldi-yu seni deb o'qishdan haydalishimga. Shukur kiming bo'ladi? Qancha baloganingni qayerdan biladi deb rosa so'roqqa tutishdi. Qo'ysenchi, men bo'lmaganda umuman o'qishga kira olmasdim. Odiraxon, sizga jabri bo'ldi. Bizlarni kechiring. O'tgan ishga salovat. Kemaga tushgani joni bir. Ularni bu ish uchun oqlab bo'lmaydi. Tartibbuzarlik bo'lgan. Lekin masalaga boshqa tarafdan qarasakchi. Ular do'stiga yordam berish uchun shu ishni qilishgan. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, to'g'ri. Serjantlar maktabini asosiy vazifasi ham shunday emasmi? Ularga harbiy bilim bilan birga ahillikni singdirish bizning vazifamiz emasmi? O'rtoq polkovnik, ularni jazosiz qoldirib bo'lmaydi. Birov bo'ladi deyaptimi? Agar ular faqat o'zlarini o'ylashganida bu ishga qo'l urishmasdi. Arzimagan bahona bilan yaxshi bir askardan ajrab qolmaylik yana. Mana, podpolkovnik Musayev aytayapti-ku, Ismatovning ballari hammanikidan yuqori deb. Ha, shunday. Agar qarshi bo'lmasanglar, menda bir taklif bor. 4 talasini ham 1 oylik sinov muddati bilan olib qolish kerak. Agar o'sha muddat ichida ham yana ana shunday tartibbuzarlik qiladigan bo'lishsa, hammalari baravar haydaladi. Xo'sh, shunga nima deysizlar? To'g'ri. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Juda to'g'ri. O'rtoq polkovnik. Rostlan! Erkin. Erkin! Temirov. Men. Aliyev. Men. Ismatov. Men. Va Shohakimova. Men. Maktab boshlig'ining oldiga. Ey, yigitlar, sumkalarni qo'yib ketaveringlar. Men qarab turaman. Boshlig'ining huzuriga yuk bilan kirib bo'lmaydi. Agar mabodo o'sha yerda avtobusga deyishsa, mana, shukur olib chiqib beradi hammalarning yuklarini, ha? Ha, to'g'ri. Olib chiqib beraman. Boraveringlar. Mayli, yuringlar. Mavluda Ikromovna, o'zingiz ham sovuqqonlik qilgansiz. Tibbiy ko'rikdan o'tkazayotganda hujjatlarga ehtiyot bo'lish kerak. Tibbiy xizmat kapitanini xohlagan askar
laqillatib ketaversa, harbiy zerikligimiz qayerda qoladi? O'rtoq polkovnik. Qolaversa, nizom bo'yicha tibbiyot bo'limida ichki intizom uchun, ichki tartib uchun bosh shifokor javobgar. Kiring. Ruxsat bering o'rta polkovnik, kapitan Abdurahmonov. Buyrug'ingizga binoan Temirov, Aliyev, Ismatov va Shohakimovalar yetib keldi. Kirishsin. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, janob Sangijumonliklar, qaysi qo'shin turdansizlar? Men moto'qchiman. Ismatov artilleriyachi. Timurov desantchi. Shohakimova hamshira. Tushunarli. O'rta podpolkovnik, bu askarlarni tibbiy bo'limning kamchiliklaridan ustalik bilan foydalanib, quroldosh do'stini og'ir vaziyatdan olib chiqib ketgani va o'ylab qo'ygan operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirgani uchun 4 talasini ham razvedkaga o'tkazing. Xo'p bo'ladi, o'rta polkovnik. O'rtoq polkovnik, hech bo'lmasa hamshira qizni haydash kerak. Nega endi? Menimcha, belgilangan sinov muddati shu qizimizga ham taalluqli. O'qiversin. Ko'ramiz. Sizlarga ruxsat. Xo'p bo'ladi. Do'stlashib qolgandik. Nima bo'ldikina? Haydalisharmikin? Bechoralar bo'shashib kelishyapti. O'xshamagan shay. Voy. Ha? Xayrlashgani kelyapsizlarmi? Sangijumonliklarga biz askarlardan salom aytinglar. Sen bola ko'p ham shoshavermagin. Razvedkachini shoshadigan joyi yo'q. Aytgancha, boshqatdan tanishib qo'yaylik. Razvedkachi Aliyev. Razvedkachi Ismatov. Razvedkachi Shohakimova. Razvedkachi Temirov. Turilsin. Rostlan. O'rtoq kapitan, 2-vзвод 1-guruh shaxsiy tarkibi o'quv mashg'ulotlariga yetib keldi. Guruh sardori kursant Ismatov. Salom o'rtoq kursantlar. Assalom. Yo'qlama qilindimi? Xuddi shunday o'rtoq kapitan. Hamma bormi? Bugun navbatchilik qilayotgan kursantlarimizdan boshqa hamma shu yerda. Tushunarli, erkin. Erkin. O'tiringlar. O'tiringlar. Avvalo o'zimni tanishtirib qo'yay. Men kapitan Ilyosovman. Umumiy taktika fanidan dars beraman. Hammangizni serjantlar maktabi kursanti bo'lganinglar bilan tabriklayman. Lekin aytib qo'yay. Hali 9 oy o'qiysizlar. 27 ta fandan o'qish va seminarlar bo'ladi. Oxirida sinov imtihonlari topshirasizlar. Shuning uchun hammangiz kursant bo'ldim. Demak, marra bizniki. Yaqin oylarda albatta serjant ham bo'laman degan xom xayollarga berilmanglar. Faqat yaxshi o'qigan, harbiy mashg'ulotlarni yaxshi bajargan kursantgina serjant darajasiga yeta oladi. Sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Bultur har xil sabablarga ko'ra maktabdan 3 ta kursant haydaldi. O'shalarni kuni boshingizga tushmasin deb sizlarni ogohlantirib qo'yyapman. Tushunarlimi? Demak, sukut rozilik alomati deydilar, to'g'rimi? Xo'p. Bugun o'tiladigan darsimizning mavzusi umumiy qo'shin jangi asoslari deb nomlanadi. Qara. Domla juda qattiq qo'l-ku, hali siqib suvimiz ichmasa bo'ldiydi. Bu yog'i peshonadan. Kursant, familiyangiz nima? Asqarova. Asqarova.
Qani ayting-chi. Harbiy san'at nechta tarkibiy qismga bo'linadi? 3 qismga shekilli, o'rtoq kapitan. To'g'ri. O'tiring. Voy. Gulsanam. Hamma yozib olsin. Harbiy san'at ilmiy nazariyasi. Sen buni qayerdan Asqarov aytganidek, Tavba, buni nimasi qiling? 3ta tarkibiy qismga bo'linadi. Sochingni taraysan, pardoz qilasan, tirnoq bo'yaysan, to'g'rimi? Birinchisi taktika, Hamma narsa 3 qismdan iborat. ikkinchisi strategiya va uchinchisi tezkorlik san'ati. Ko'rib turganingizni bemor qo'li deb tasavvur qiling. Bu yerda aorta va vena qon tomirlari joylashgan. Bemorni qo'li jgut bilan bog'lab turib, yaxshilab siqiladi. Tomir bo'rtib chiqqandan keyin ehtiyotkorlik bilan igna tiqiladi. Qani Hamidva ko'rsatib beringchi. Demak, Nodir, iltimos yordam bervor. Aylanib ketmasin. Biz ukol qilishdan avval qo'limizni spirt bilan yaxshilab tozalab olamiz. Bu juda muhim. Birinchi navbatda tirsak bo'g'imidan yuqori qismi jgut bilan bog'lanadi. Mana bunday. Shundan so'ng bemordan mushtini siqib ochish so'raladi. Endi paxtani spirtga botirib, igna tiqiladigan joyni tozalab artib olinadi. Ignani tag qismidan ushlagan holda avval teri ostiga tiqiladi. Shundan keyingina teri bosib turilib, tomirning bo'rtib turgan yeriga asta-sekinlik bilan kiritiladi. Bunda igna albatta yotqizilgan holda bo'lishi kerak. Ignaning tomirda ekaniga ishonch hosil qilgach, jgut bemalol bo'shatib yuboriladi. Shundan so'ng osma ukoldan dorining tomirga qay tarzda ketayotgani nazorat qilib turiladi. Shu bilan bo'ldi. Hammasi to'g'ri. Barakalla. O'rganib oldinglarmi? Xuddi shunday. Boshladik.
vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. Yoptog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Yoptog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon,